Ko'pchilik ayollar nega tunga borib charchoq holati bo'ladi va u o'zini turmush o'rtog'iga energiyasiz holatda ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni menga tegma, men istamayman, men dam olishim kerak, charchaganman degan holatlar. Ya'ni ayollar uy ishlarini, bolaga qarash, ovqat qilish, ya'ni o'zini zimmasidagi ishlarni doimiy ravishda o'zini isbotlash uchun, o'zini ko'rsatish uchun yoki kimdandir maqtov kutish uchun qiladi va aksincha energiya olishdan ko'ra energiya sarf qiladi, chunki bu ishni zavq bilan emas, majburiyatdan qiladi. Agar siz har bir qilayotgan ishingizni, ya'ni bu ishlar sizga qanday foydali taraflari borligini aqlingizga ko'rsatganingizda va emotsiyalaringizni shu ishga nisbatan yaxshilaganingizda, siz har bir ishingizdan zavq olishni boshlaganingizda, sizning energiyangiz sarf bo'lmaydi, aksincha siz energiya olishni boshlaysiz va turmush o'rtog'ingiz ham albatta energiyasi bor, kayfiyati yaxshi ayoldan albatta ketgisi kelmaydi.